Zandigoh qarang, siz ko'p xiyonat haqida gapirasiz, o'zingizni ham eringiz ko'p xiyonat qilganlar deb o'ylayman. Qanaqa yo'l tutgan shunaqa paytda? Bu juda ham qiyin savol. To'g'risi, agar erim menga xiyonat qilmagan, lekin agar qilgan taqdirda menda ikkita yo'l turadi. Birinchi yo'lni aytadigan bo'lsam, любой ayol xiyonat qilgan vaqtida erim kechirmayman, bo'ldi, ajrashaman degan fikr turadi. Ikkinchi tomonda esa kechirsammikan, yo'qmikan, nima qilsam ekan deb men tomon eziladi, qiynaladi. Birinchi yo'lda, misol uchun, siz uni kechirmaysiz, ajrashib ketish planingizda bo'ladi. Xo'p, ajrashib ketdingiz. Erim mendan zo'rini topa olmaydi deydigan ayollar uchun bekorlarni peshtasini aytibsiz. Chunki erkak kishi uchun zo'r ayol topish problema emas. Chunki har bitta ayol hozirgi kunda hammasi o'z ustida ishlaydi, hammasi zo'r, hech kim takrorlanmaydi. Eringiz masalan siz ajrashib ketgandan keyin u faqat sizni yo'qotishi mumkin, lekin sizdan zo'rini ham topishi mumkin. O'shanday vaziyatda u o'sha kimni topgan bo'lsa, shu bilan baxtli bo'lib keta oladi. Chunki erkak kishi unaqa ayollarda stiguli anaqasini eplay olmaydigan erkak zot shunaqa-da. Любой ayol bilan yaxshi sharoit bo'lsa yashab keta oladi. Lekin ayollarning vijdoni qiynaladi, kim boshqa bir erkakka turmushga chiqqanda. Misol uchun, birinchi eringiz bilan ajrashganingizdan keyin ikkinchi erga tegdingiz, hech qachon birinchi eringizdaqa hissiyot ikkinchi eringizda bo'lmaydi. U majburiylikdan yashashingiz mumkin yoki bo'lmasam har xil bir miyangizda har xil gaplar kelaveradi. Bu sizni halovatingizni yo'qotadi. Ikkinchi erga tegdingiz ham, unda bir umr halovatingiz yo'qoladi. Nimaga? Ishqilib bu erim ham xiyonat qilmasmikan, bu erim bilan ham aldanmasmikanman, bu er bilan ham yashab baxtli bo'larmikanman deb kimgadir nimadir isbotlashga harakat qilaverasiz. Ya'ni o'sha ikkinchi eringizda baxtli bo'lgan kunlaringizni istoriyaga qo'yishingiz mumkin yoki kimgadir aytib berishingiz mumkin yoki nimadir harakat qilaverasiz. Lekin aslida ichki tomonlama bu qalbingiz ezilayotgan kimgadir isbotlamoqchi bo'lgandek bo'lasiz. Ikkinchi vaziyat bu kechirish. Erkak zotda agar bir 100 marta xiyonat qildimi, agar sizni qalbingizda qandaydir bir kechirish hissi yoki uni yaxshi ko'radigan, sevadigan hissiyot bo'lsa, ya'ni nafrat bo'lmasa, buncha ajrashmangda kechiring. Chunki siz bir umr shu vijdon azobida o'tishingiz mumkin. Nimaga? Kechiring deyapman. Ko'plar farzandlarini yaxshi ko'radi. Ko'plar juda ham vijdoni qiynaluvchi ham bo'ladi. Juda bir o'zini etini yeydigan ayollar bo'ladi. Bunday vaziyatdagi ayollar kechirish kerak. Birinchidan farzandlar uchun kechirish kerak. Ikkinchidan agar erining xarakteri shunday bo'lsa, misol uchun bir xil erkaklar ko'p yuradi. Ko'p bunisidan o'tib, bunisiga o'tib. Bunday erkaklar bilan ajrashib yotmaslik kerak. Kechirib ketaverish kerak. Chunki siz haligi nima deydi, o'sha erkak bilan yashayverganingiz sari uni to'g'ri yo'lga solaman deganingizcha sochingiz oqarib ketadi. Prosta shunaqa narsalarga ko'z yumishingiz kerak. Endi ajrashish kerak, kim bilan ajrashish kerak? Uni oyoq osti qiladigan, uni kun bermaydigan, uni uradigan, so'kadigan erkaklar bilan ajrashish kerak. Chunki bunday erkaklar unaqa ayollarni baxtli qila olmaydi. Lekin faqat bitta ayb ayollar bilan yuradi, qizlar bilan yuradigan erkaklar bo'lsa, lekin boshqa tomonlama, moddiy tomonlama uni ta'minlab qo'ysa, yaxshi gapirsa, oilada bir yaxshi ota bo'lsa, unday erkak bilan yashash kerak.